Chorniy Pest rossiyskiy g'unachilarimiz sotuvga chiqyapti. Videoni boshida aytib o'tib ketaman. Ertaga mana shunaqa variantli kichkina 10 million, 12 million, 13 millionlik boqmalardan ham video syomka chiqaramiz. Kanalga a'zo bo'lmaganlar podpiska qo'yib qo'yishni esdan chiqarmanglar. 16-oktyabr hafta kuniga payshanba 2025-yil. Tayyor qochadigan variantlardan yo'qmidi? 3-4 kundan beri obunachilarimiz so'rashyapti. Bitta emas, hani ikkita emas, 3 ta rossiyskiy variantlardan hurmatli obunachilar bugun sizlarga chiqarib berish uchun harakat qilamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, bugungi sizlarga yaxshi Chorniy Pest zotli tayyor qochma g'unachilarni chiqarib berish uchun harakat qilamiz. Do'stim, charchamayapsanmi? Yaxshimisan? Adresimiz hurmatli obunachilar, Toshkent shahar Qoraqamish. Mana bu betonka Tansiqboyev deyiladi. Betonkadan 200 metr kirgandan keyin shunda ko'chaning yuzida mana shu turadi mollar. Kelib bemalol ko'rib, hamma yo'llarni tekshirib olishingiz mumkin. Hozir mana shu boylab turgan holatida birinchi bo'yini, ichlarini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz, keyin yetaklab ko'rsatib beramiz. Hop, bitta tishini, birinchi bo'yini o'lchab beringlar, keyin tishlarini bitta ko'rsatamiz. Hali kuraytishini bilmagan, hali buzoq narsalar hurmatli obunachilar. Bo'yini o'zingiz uchun bilishingiz uchun bitta metrlab o'lchab beramiz. Orqalari ham tik kelgan jonivor. Qani, hop. Bo'yi sal yaqinlashtir. Hop, mana yerda turibdi metrimiz 1 metr 25 santimetr, 26 ekan. 1.26. Orqa tomoni. Hop. Orqa tomoni mana to'g'ri. Yerdan 1.31, 1.30 hisob qilasiz. Bitta tishini ham ochib ko'rsatib beringlar. Bu hali kuraytishini chiqarib qo'ygan yosh katta narsalar emas. Bu hali buzoq ekan jonivor. Mana qaranglar. Mana. Bo'ldi. Bitta yetaklab ko'rsatib beramiz endi. O'rtoqlar tezroq chiroyli qilib sifatli video qilib berishga harakat qilamiz. Hozir uje shom payti bo'lib qoldi, qorong'i tushib qoldi. Molni to'liq variantini yaxshi ko'ra olmay qolishingiz mumkin. Mana bitta qo'ng'irlari bor ekan, qaranglar. Hop. Qani. Hop, buni ma'lumotlari qanaqa? Hali qochmagan, to'g'rimi? Yo'q, qochmagan. Qochishga tayyor. Ha, qochishga tayyor. Aha. 1 yoshdan o'tgan. Hop. Qochishga tayyor. Bo'ladi. Olib borib bemalol qochirib olishadi. Hali kuylamadimi? Yo'q, kuyikmadi. Qani, to'xtatib turamiz. Bitta orqa tomonlariga bitta e'tibor berasizlar o'rtoqlar. Yelin zapaskalari. Hop, bo'yini aytib o'tdik. 1.27 ga 1.31 shoxlari. Buni ota-onalarni o'zing ko'rmagansan-a? Olingan? Ha, olingan, ko'rmaganman o'zim. 7 ishtalari qanaqa? 7 ishtalari zo'r. Hech qanaqa muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Kelib tekshirib ko'rib olasiz. Tekshirib bemalol ko'rib 7 ishtasini ko'rib olasiz. Qani, yurg'izinglar ozgina. Uzroqshimiz. Mana. Yurishlarda hech qanaqa problemasi yo'q. Xudo xolisa olib sigir qilib olishingiz bo'ldi. Mana jonivor. Xudo xolisa endi hurmatli obunachilar, mana shu hali 1,5 yosh bo'lmagan holatida, endi 1 yoshdan oshgan holatida bo'yi 1.30 plus bo'lib turibdi. Bu hali sigir bo'lguncha hali yana 10 sm, 15 sm yana hali ko'tariladi. 1.40, 1.50 ga yaqin mollar bo'laveradi xudo xolisa. O'tib avringlar. Hop. Narxlarni qanaqa qo'yamiz? Do'stim, kelishtirib chiroyli qilib oldingi partiya chiqargan mollar sotildi. Sotildi. Bittasi qoldi. Uni ham ko'rsatamiz. Hozir video egalariga yetkazildi. Hammasi xursandmi egalar? Egalariga yetkazdik. Hop, narxini necha pul qo'yamiz buni? Uchalovi bir joyda qo'yiladi. Bir joyda qo'yiladi narxini. Aha. 18 milliondan kami bor. 18 milliondan kami bor. Uchalasi ham o'shanda 24 million. Ya, 18 dan bo'lganda 30 54 million. 54 million kami bor deb qo'yiladi. 54 million kami bor. Hozir narigi mollarni ham olib chiqib chiroyli ko'rsatib beramiz. 18 million so'mdan kam bor. Quyi suvi aralashga bir joyda olishadigan bo'lsa
yengil qilib berasizlar? Yengil qilib beramiz. Xo'p, dastavkalari qanaqa bo'ladi? Dastavkalari kelishamiz, lekin bizning mashinamiz yo'q. Aha. Oldingi chiqarilgan mollarni ham mashinada o'zimiz Angliyaga yetkazib berdik, kelishilgan holda qilib berildi. Bo'ldi, buni boylab turib, narigilarni ko'rsatib beramiz. Bir jonivor. 7 ishtilari hamma narsalari. 7 ishtilari hammasi zo'r. Xolislar qaranglar. Xohlasa. Bir-biridan hammasi chiroyli ekan. Tuyoqlari. Mana bu yoqdan yelin zapaskalari. Tayyor olib borib buqaga qo'yib yuborsanglar bo'ldi. Misol uchun yemga tashab qo'ysanglar ham yoki naslga zotga yoki sutga ishlashga olamiz desanglar ham hech qanaqa tosh tarosiga ham ertaga hisob kitobiga to'g'ri kelib turadi. Buni hozir 25 million, 27 million deb yo'q narxlarni qo'yib o'tirilmaydi. 18 million so'mdan qo'yilyapti. Xo'p, keyingisi suzishib ketmaydimi? Yo'q. Voy, jonivordan qarang. Jingaligidan-ku bu. Ha, qo'ng'iradan. Ha, sal bundaro tortchi. Buni hozir hop bo'ylarini, tishlarini ko'rsatib o'tib ketamiz, keyin qolgan ma'lumotlar beriladi. Ha, jonivor. Yo'q. Bo'lja, unaqa bo'ylab tashlash shart emas. Hop, birinchi tishlarini ko'rsatib ketaylik. Kallalarga ahamiyat beringlar, shoxlarga. Mana bunisi ham buzoq buzoq ekan hali. Metrobga. Orqa korobkalarga o'rtoqlab bitta ahamiyat berasizlar. Hop, bu yoq tomondan o'lchaylik. Hop. Metrimiz yerda 1 metr 27 santimetr. Bir xil ekan. Nariga ham 1.27 edi. Bunisi orqa tomoni. Mana shu o'zidan sekin ehtiyot bo'l, tep qolmasin. Hop, yerda metrimiz 1.30 dan oshiq. 1.32. 1.30 ga hisob ko'rasizlar. Endi yechib turib, yurg'izib, hamma yo'qlarni yaxshilab ko'rsatib beramiz o'rtoqlar. Narxlarni hozir boshini o'zida aytib o'tib ketdi. 18 million so'mdan uchalasi bir joyda yoki alohidaga o'zgarmaydi. Yo'q, alohidaga o'zgarmaydi. Kami bor-a? Ha, kami bor. 7 ishtilarni hamma narsalarini o'zing tekshirdingmi? Ha, tekshirdik. 7 ishtilari hammasi zo'r. Mana. Yur. Ular arqonga tushmaganmi deyman-a? Yo'q. Bo'ladi. Ayniqsa mashinasi juda sho'x. Ozgina tortaylik. Sho'xrog'i mashinasi. Bo'ldi. Hop, mana. Unajinimiz. Yuvosh ekan-a? Ha, yuvosh. Mana jonivor. Kallalar. Tuyoqlariga ham berasizlar. O'rtoqlar. Oyog'ini bosmasin. Voy jonivor. Qani, mana shu yoqqa qarab bitta yurg'izamiz. Allam balosidan u bu. Ha, qo'ng'iridan. Antikvarlardan tortib kelibsan-ku. Ehtiyot tortib ketyapti. Buqaga o'xshaydi. Voy. Buqaga o'xshaydi, buqaga. Stoykasiga bitta ahamiyat berasizlar o'rtoqlar. To'g'risi bitta narsani aytib o'tganman. Bu yerda o'zi endi ikkinchi, uchinchi partiya chiqarishimiz mollarni tayinlab, qashlab unaqa narsalar qilinmagan. Uni qulog'iga berk urib, unaqa narsalar bor holatida chiqarib berilyapti, mana qaranglar. Orqalari ham ozgina sal bepardozroq bo'lib turibdi. Hop, buni ham shunda 1 yoshdan endi o'tgan ekan-da. 1 yoshdan o'tgan. Qochishga tayyor-da. Olib borib, qochirib, sigir qovurishadi, xudo xolisa. 7 ishchiga kafolati bor-a? Ha, kafolati bor. Qo'ng'irligini qarasang-chi buni. Jonivor. Ayiq polvon-u? Ayiq polvon. Orqalarini ham ko'rdingmi kengligini? Ha, qaranglar. Orqalar dumi tikka. Orqa korobkalari, stoykalari, oyoqlari ani tuyoqlar ham ikki yoqqa qaragan, bir ani beso'naqay variantidan emas. Bular okalar yegan sari badaniga yorib qo'shib boradi. Bitta aybi shu qashlar ani pardozandoz qilinmagan, bor holatida chiqarib. Bor holatida chiqaryapmiz, Dilmurod. Kallalarni qaranglar. Shoxlar ham o'ziga yarashgan, kichkina. Mana qaranglar. 18 million so'mdan kami bor deyilyapti, okalar. 20-22 million yo'q narxlar. Buzoqligini ko'rdingmi buni? Mana sho'xligi. Bunaqa varianti ham bor. Ola qorasiga ishqoz okalarim uchun. Yapalog'idan. Yerga yaqinidan.
Bo'ldi, boylaymiz. Jonivor. Bu bitta qo'rani molimi deyman, bu. Ha, bir joydan kelgan, o'shaning uchun urushmayapti-da bular. Ha, suzishib bu yoq qilmaydi. Yo'q. Agar hurmatli obunachilar uchalasini bir joydan olib, bitta qo'ra qilib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Bitta buqa qo'shib qo'ysanglar tayyor. U bir-biri bilan suzishib, alohida emas, bir joydan kelganda bular. Bir joyda kelgan, uchalovi bir joydan. Uchalasini bir joydan olishinglarni tavsiya qilib qolaman. Mana jonivor. Hozir men uchinchisini ham olib chiqib ko'rsatamiz hozir. O'rtoqlar, syomkani davom ettiramiz. Rosa telefon ko'p bo'lyapti, shuning uchun ozgina uzilib qoldi. Davay, bunisini o'lchadik bo'yini. Qani yerga qo'yamiz. Buni bo'yi ozgina pastroq ekan, adashmasam. Hop. 1.19 orqa tomoni. Orqasi endi balandroq chiqadi. Sal qo'lni teparoqdan. Aha. Yerga qo'yamiz metri. Bo'yiga keladigan bo'lsak 1.29. Hop. Tishini bitta ochamiz. Videoni yana tezlashtirishga harakat qilamiz. Uni shu quyosh botyapti. Mollarimiz to'liq ko'rmasligi, ko'ra olmay qolishlari mumkin. Tishlari buzoq mana. Tishi buzoq. Davay, yechamiz, ko'rsatib beramiz. Bu g'unajinni yechgunicha o'rtoqlar, mana mana oldingi syomkada chiqargan gibrid g'unajinimiz. Bu g'unajinga raza ko'p klientlarimiz telefon qilishdi, lekin nasib qilmagan ekan, ozgina savdosiga kelishilmay qolindi. Xullas, o'rtoqlar, mana qaranglar. Mashmolni 100% tavsiya qilib qolaman. Kim olib, mashmolni xudo xohlasa sigir qiladigan bo'lsa, juda ham zo'r variant bo'ladi. Birinchi o'rinda bularning sutini jernisi baland. Buni sizlarga o'tkazishda yo maqtashda emas. Mana orqa zapaskalari, mana quloqlar, hamma tomonlama 15 million kami bor deb qo'yilgan edi. Bo'ladigan narxni aytib qo'yamiz. 14 million so'mga Toshkent shahar bo'ylab dastlabkasi qilib beriladi. Hozir buni ham yetaklab ko'rsatib beramiz. Kran ochilib ketib qoldi. Yetel. Mana. Bu orqa tomoni 1.29, oldi 1.19, 1.20 ekan. Hop, bo'ldi. Mana o'rtoqlar, kallalar. Ahamiyat berasizlar. Orqa zapaskalari. Mana o'rtoqlar. Orqa zapaskalari bundan ham zo'r ekan. Hop. Qani bu yoqqa yurg'izinglar uchun. Yar jonivor. Mana. Bo'l. Qani. Hop. Bunga nech pul narx qo'yamiz do'stim endi? Uchalovi bir joyda, kami bor. Uchalovi bir joyda 18 milliondan, donasiga ham 18 milliondan kami bor. Misol uchun, mana nech pul desa, 18 xayrini qilib beramiz desa, bunga ham 18 kami bor, to'g'rimi? Bor. Qaysi birigadir pul qo'shilib ketilmaydi. Yo'q. Hop, uchalasini ham yeb ishtalari zo'r. Yeb ichishlari hammasi. Hech qanaqa problemasi yo'q. Yo'q. Mana o'rtoqlar. Telefonga aloqaga chiqurasizlar. Qo'ldan yancha chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Endi ma'minimizni ham bitta yetaklab ko'rsatib beramiz. Boylaymiz buni. Ketdi jonivor. Tezlatamiz. Bu molimiz tortib ketyapti. Buni boylaguncha mana mollarni ham bir-birisiga ko'rsatib ketaman. Lekin ma'millar juda boshqacha narsa ekan. Uchalasini bir joydan tashab qo'yib, sigir qiladigan okalarimiz bo'lsa, o'zimizni chaqirsanglar ham ertaga 4-5 oylik bo'g'oz bo'lib qolsa, o'zimiz ham kanalimizga qo'yib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Mehnatingizdagi, boqqanligiga arziydigan narsalar bo'ladi. Uchalasi 8 milliondan, 18 million so'mdan xayri qilib beriladi. Mana buni yechib. O'rtoqlar, mana oldingi syomkada chiqargan gibrid g'unajinimiz, o'zi mashina o'ziga rosa ko'p odam ishqiboz bo'ldi. Bir ikkita akalarimiz tursin, yo'q deb buni savdosini o'tkazib qo'yishibdi. Jonivori kallalariga ahamiyat beringlar. Hozir mana o'zidan oldin, sandan oldin buni ma'lumotini aytib ketdim men. 15 million qo'yuvdik-a? 15 million 15 million qo'yiluvdi. 14 million so'mga o'rtoqlar Toshkent shahar bo'ylab yoki Toshkent rayonlarida turadigan akalarimiz bo'lsa, qo'ldan kelsa dastlabkasini qilib berishga harakat qilinadi. Nima deding? Qilib beramiz. Bo'ladimi shunaqa variant qilsak? Mana xudo xolisa qilib beramiz. Mana jonivor. Mana u hozir shu anchadan beri uyda turibdi. Yedi-ishtalari ham hamma narsalari joyida. O'rtoqlar, agar videoni podpiska bo'lmasdan ko'rayotgan obunachilarimiz bo'lsa,
podpiska bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Ertaga videoni vashcha qattiqlari bo'ladi. 10 million 12 million pul yig'ib qo'ygan akalarimiz bo'lsa ham shunaqa variantdagi rossiyskiy xunajillarni chiqaramiz ertaga. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz, qo'ldan kelgancha chiqarib berishga harakat qildik. Telefon nomerlari 99 kodi bilan 365 56 19 telefoniga aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasizlar akalar.